arzonroq Tikoni puliga sizlar uchun, Avtotrend nomerining obunachilari uchun, sizlar menga obuna bosganlaring uchun mana shunaqangi arzon mashina topishdi. Xudo xolasa mana biz to'xtamasdan davom etyapmiz. Qadrdonlar, 97-yil mashina, narxi $1950. Mashina shunaqangi, butun shunaqangi pechat, old ustalari ham almashmagan, даже motorning astigida kraskasi ham yo'q. Detallarda ham bitta joylarda kraskasi bor xolos. Mashina anchagina, butun anchagina qiziq. Yurish-turishlari zo'r. Eng zo'r holati mashina hali prostoy ham emas. Lyuks gidravlikalik mashina to'rtta yaxshi baloni bor ekan. Mashina o'zi tishlarni o'zi gapirib turibdi. Hamda ko'rganda prema egasini o'zidan 3 yillik general davriniz osalaring ham bo'lar ekan. Xo'p. Lyuks mashina 312 ming probegda. Holati yaxshi. Endi bir ali o'zlaring uchun bunday qaravoslarning bo'lar ekan. Bitta ashkasi noto'g'ri turib qoladi, lekin bular o'zi unaqa emas. Xo'p, metan gazlarigacha bor. Mana shu ishga ham radnoy. Adashmasam, qanot radnoy chiqyapti. Mana shunaqangi mayda juda kraska ekanda, bir nima deydi, polni kraska ham emas. Sonstran bilan hozir bitta motorlarni ham ochib ko'rsaman, turgan adreslari Qo'qonda turibdi, bilasizlar, ko'proq. Ko'pincha endi pastayan holatda Qo'qondan chiqaramiz mashinani. Hamma joy xudo xohlasa shunaqangi butun pechat mashina ekan. Arzonroq mashina oqtarib yurgan obunachilarimiz uchun Tikoga pul yo'q bo'lgan bo'lsa ham Nexia olib buni kutgan holatda ekan. Aybi faqatgina shu yili xolos. Sonstran bilan berasxot xudo xolasa. Ustunlari ham o'ziniki almashmagan. Bu degani oldida udari bo'lmagan, kaltagi bo'lmagan, ugonliklari qo'yilib, ana u nima deydi, o'silni qilingan, bilasan, Nexia'ni tushunganlar tushunlashadi. O'shancha har safar nima deydi? Imini kerak joylarni ko'rsa, masalan, gemeroylari, ichlari kraska yo'q mashinani. Motorning aksiyalari bilan kraska yo'q, sonstran bilan gidravlika ishlayapti. Holati yaxshi, egadan gen qilsiz bo'ladi. Barter ham qilsa bo'ladi, buni. Barter ham qilsa bo'ladi. Turgan adres Qo'qonda. Ularda adashmasam aytib o'tdim. Xudo xolasa telefon qilinglar, ko'ringlar. Mana sizlarga narx arzonroq, lekin o'zi yaxshi bo'lgan mashina, lishni o'zim taklif qilyapman. Mana lekin endi bunaqangi narsa bo'ladi. 97-yil odam o'lib ketyapti. Bu yerda bitta joylarini sal-sal bunday nima deydi? Ismi rasmi qilib sal bir-ikki qo'salaring, o'zlaring chiroyli mashina chiqaradi. Misol, Xitoy stop qo'yib qo'ygan taqdirda ham o'zi istara kirib, mashina chiroyli bo'lib qoladi. Qadrdonlar yoqqan bo'lsa, bitta palpiska ham bosib qo'ysalaring, xudo xolasa ishlarimiz doim bo'ladi. Sizlarning podishkalaring shu bitta layklaring.